Kelinglar, bugun sizlar bilan uzun marketdan olgan narsalarimni Obzor qilamiz. Ular uzumdan olgan eng qimmat narsalarim bo'lsa kerak. birinchisi mana bunaqa yashil konstava. Buni ichida 7 ta narsa bor ekan. Estetik bo'lgan qalam, gulli pichoq va yana nimalar borligini video davomida batafsil bilib olasiz. Sizda ham menga o'xshab olgan narsangizni qog'ozini jimlash yoqsa, videoga like bosib keting. Va nihoyat hammasini sonlantirib. Menimcha bularni har bittasini narxi qimmat bo'lsa kerak. Men esa uzun marketdan buni atigi 15.400 so'mga sotib oldim. Orasidan eng yoqqanlardan biri mana bu gulli pichoq bo'ldi. Chunki bu juda ham estetik ishlangan ekan. Ikkinchisi ham juda chiroyli bo'lgan yashil plastik ekan. Bu rasmim obunachilarim uchun atalgan. Bu yurakcha sizlar uchun siynalarim. Bu esa dinozavrning rasmi tushirilgan o'chirg'ich. Yoshligimda shtrix ishlatganman-u, lekin bunaqasini hali ishlatib ko'rmagan ekanman. Shuning uchun birinchi qanaqa ishlatishni bilmadim. To'g'risi taslim bo'lgim kelmadi va uddaladim. Mana ko'rishingiz mumkin. Keyingisi har xil rangda yozadigan ruchka, yashil, olovrang, qizil va yana boshqa ranglar bor ekan. Har bir rangli ruchkani alohida sotib olgan yaxshimi yoki shunaqa hamma rangi bor ruchkani? Men doim ingichka ruchkalarda yozganim uchun bu ruchka menga juda kattalik qildi. Lekin buni qulayligi shundaki, har xil rangdagi ruchkalarni olib yurish qiyin, buni bir o'zini olib yurish juda ham oson. Mana sizlar uchun har xil rangda yozib ko'rsatdim. To'g'risi buni nimaligini tushunishim qiyin bo'ldi. Chunki bunaqa narsani birinchi marta mana ko'rishingiz mumkin. Men boshida buni ruchka deb o'ylagan edim. Lekin bu ruchkaga ham o'xshamaydi, qalamga ham. Bu narsa to'g'risi menga umuman yoqmadi, chunki uchida yozishga yaroqli narsa yo'q. To'g'risi arzon qalamlar bundan chiroyliroq va yaltiroqroq yozadi. Lekin buni yomonlamoqchi emasman. Ko'rinishi chiroyli ishlangan yoki men qanday yozishni bilmayapman. Mana, menimcha yozgan narsam ham ko'rinmagan. Keyingi narsalar bu kitoblar. Uzun marketdan olgan 90% narsam o'zi faqat kitoblar. Hozir har bir kitobni bitta-bitta ko'rsataman va narxlarini ham yozib ketaman. Birinchi kitob bu Men Robiya. Bu kitob meni shortslarimdan juda ko'p chiqqani uchun o'qib ko'rishga qiziqdim. Hali bular qadoqlangan holda turibdi. Hammasini sizlar bilan birgalikda ochamiz. Buning uchun bizga konstavardan chiqqan pichoqcha kerak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Ichidagi yashil muqovasi menga juda ham yoqdi. Varaqlari sal qoramtir ekan. Menimcha varaqlarning rangi emas, varaqlardan oladigan bilim muhimroq deb o'ylayman. Bu kitobni uzun marketdan 64.800 so'mga sotib oldim. Ikkinchi kitob esa Abu Hamid G'azzoliyning G'urur kitobi. Sizlar bilan ham buni birgalikda ochamiz. Alloh nurli qilsin bir kishini. U mening so'zlarimni eshitib, yodlab, men aytgandek yetkazsa deb yozilgan ekan bu kitobda. Bu kitobdan sizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir gaplarini aytib o'tmoqchiman. Kishining islomining go'zalligi o'ziga daxli bo'lmagan narsalarni tark etishidadir. Kitobning nomidan ham kitobni nima haqidaligini bilib olsa bo'ladi. Bu kitobni uzun marketdan 39.510 so'mga sotib oldim. Bu kitoblarni 4 talasini bitta qilib jo'natibdi. Hozir bularni hammasini ochib olamiz. Bularni ochish juda ham qiyin bo'ldi, chunki juda mustahkamlab yuborishgan ekan. Va nihoyat ochib oldim. Mana ko'rishingiz mumkin. Kitoblarga ziyon yetmasligi uchun qanchalar qattiq qilib o'ralgan. Buning uchun uzumning upakovkachilariga rahmat aytib qolaman. Kitoblarning hammasi 2026-yilning trend kitoblari. Men aksariyat hollarda ko'pincha diniy kitoblar o'qiyman. 3-kitob bu Hasson Shamsiy Poshshoning Metin qoyalar kitobi. Hozir olgan kitoblarimni 50% Hasson Shamsiy Poshshoning qalamiga mansub ekan. Qur'oni Karimda bir oyat bor va Robbiga taqvo qilganlar jannatga guruh-guruh qilib olib boriladilar. Zumar surasi 73-oyat. Bu kitobni uzun marketdan 95.300 so'mga sotib oldim.
To'rtinchi kitob bu oqshom go'zalliklari. Omonatni ado qila olyapsizmi? Tunda namoz o'qiydiganlar, rahmati g'azabidan ustun zot, tunlarni betor o'tkazuvchilar, chaqirilgan joyga boring va kim uchun amal qilyapsiz kabi mavzular bilan bu kitobni sevib mutolaa qilishingiz mumkin. Kitobdagi bahor guli va kitobga o'zgacha chiroy bag'ishlayapti. Ha, aytgancha, bu kitobni esa 96.990 so'mga sotib oldim. Beshinchi kitob bu Abdulloh Muhammad Abdulmu'tiyning Qulog'im senda qizim kitobi. Bu kitobni ham ochib olamiz. Bu kitobning faqat ustigina chiroyli bo'lmay, ichidagi rasmlari ham o'ziga xos va betakror ekan. Bu kitobni esa 81.990 so'mga xarid qildim. Oltinchi kitob esa Ahmad Sharqoviyning Qur'ondan maktublar kitobi. Odamlar sening sharafingni bilmayotgan bo'lsa, u kimman? Muhimi, kimligingni Alloh biladi. Inson qanchalar solih bo'lmasin, albatta uni yomon ko'radiganlar chiqadi. Hatto payg'ambarlarni ham barcha birdek yaxshi ko'rmagan. Bu kitob ham menga juda ham yoqdi. Bu kitobni Uzum marketdan 84 mingga sotib oldim. Yettinchi kitob bu hammaning tilida doston bo'lgan Fotimaning bolasi. Qadoqni ichida Uzum market bizga bergan bir xat bor ekan. Hozir uni ochib o'qib ko'ramiz. Hozir bu xatni o'qib ko'ramiz. Xaridingiz uchun rahmat. Bizni tanlaganingizdan juda xursandmiz. Agar mahsulotimiz sizga yoqgan bo'lsa va hokazo. Bu kitob ham juda chiroyli. Menimcha bu kitob ko'pincha yosh onalar uchun mo'ljallangan deb o'yladim. Yusuf mehrga zor edi, ammo uni eshitishmadi. Bu kitobni esa 58.790 so'mga xarid qildim. Sizlarni zeriktirib qo'ymadim degan umiddaman. Like bosib meni qo'llab-quvvatlab turing. Va nihoyat 8-kitob Jannat bo'stonidagi oilaviy oqshomlar. Bu kitobni ham ochib olamiz. Buning uchun ham bizga konstavardan chiqqan pichoqcha kerak bo'ladi. Bu kitobning ham ustiga har xil cheklar yopishtirib tashlashgan ekan. Va nihoyat ochib bo'ldim. Nabiy sallallohu alayhi va sallam niyatning ahamiyati haqida amallar niyatlarga bog'liqdir. Har bir kishi uchun niyat qilgani bo'ladi dedilar. Bu kitobni esa 110.580 so'mga sotib oldim. Bu esa 9-kitob Hasson Shamsiy podshoning er-xotinga nasihat kitobi. To'g'rirog'i, oilaviy baxt qo'llanmasi. Bu kitobni ham ochib olamiz. Erkak ochiq yuzli, shodon chehrali ayolni xohlaydi. Oilasidan tashqarida qancha dilxiraliklarga yo'liqib, uyga qaytarkan, tabassum va ochiq yuz bilan qarshi oladigan ayolga mushtoq bo'ladi. Birgina atir gul ham muhabbat ramzi, sevgingizni ifodalashga kifoya. Bu kitobni esa 116.100 so'mga xarid qildim. Fotimaning bolasi, er-xotinga nasihat, Jannat bo'stonidagi oilaviy oqshomlar, Qur'ondan maktublar, Qulog'im senda qizim, oqshom go'zalliklari, metin qoyalar, men Robiya, g'urur. Yaxshilab e'tibor bersangiz, kitoblarimning aksariyat qismini Falaq nashr chop etgan. Bu kitoblarning hammasi bugungi kunning trend kitoblaridan. Bu kitoblarimni olishga yordam bergan onajonimga rahmat aytaman. O'ylaymanki, kuzatuvchilarim orasida kitoblarni sevib mutolaa qiladiganlar ham bor. Ularga ham menga yoqgan narsalar yoqadi deb o'ylayman. Sizlarga ham bu kitoblardan olib, o'qib ko'rishingizni maslahat beraman. Siz ham men kabi arzon va sifatli kitoblarni olmoqchi bo'lsangiz, Uzum marketga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu kitoblarimning orasidan menga eng yoqganlari Jannat bo'stonidagi oilaviy oqshomlar va er-xotinga nasihat bo'ldi. Mening sevimli nashrim ko'rib turganingizdek Falaq nashr. Shunday qilib Uzum marketdan olgan narsalarimni unpackingi tugadi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Kanalim rivoji uchun like bosing va obuna bo'ling. Sizlarni yaxshi ko'raman. Bye bye.